Salom. Nima buyurasiz, kovboy? Cheeseburger va kola bersangiz, iltimos. Eshitdingmi, Jet? U iltimos dedi. Nega sen bunday deya olmaysan? Kolangiz? Bu esa quyoningiz uchun. Rahmat. Buyurtmangiz tayyor bo'lib qoladi. Balki siz yana biron nima istarsiz. Meni ismim Lexi. Quyoningiz ajoyib ekan. Senga gapirganda javob bermaslik odobdan emas. O'zingni hozirgina jentelmen qilib ko'rsatayotgan eding. Jet. O'chir ovozingni, Lexi. Sen Lexiga xushomad qilding. Men esa buni yoqtirmayman. Shunchaki ovqatlanmoqchiman. Men esa seni qayerdan paydo bo'lib qolganingni bilmoqchiman. Lexini mendan tortib olmoqchimisan? Iltimos, hisobni bering. Hozir.